Assalomu alaykum, assalomu alaykum mekandoshlar. Qutbando kuningizlar bilan sizlar bilan men Qo'zi Boymurod. Ko'rib turganingizdek, Batkensk oblast Lelek rayoni Razoqov shahrini mana shu bozor tomondan tushib kelayotgan katta sentralli yo'l. Mana shu yo'l bilan ichaqa burilmay to'g'ri tushib kelsanglar, Pozgaga yetmasdan o'ng qo'lda mana avtonomka bor. Mana shu avtonomkaning oldidan o'ng qo'lga burilib to'g'ri kirib borsanglar, Bozorgul ko'chasida 8 sotik o'ta so'non yer uchastkasi sotiladi. Aliz yaqindan ko'rib turgan do'stlarimiz, videoni ostida kommentariyada o'zingizlarni o'y fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Do'stlar, mana shu katta yo'l bilan Buzalligi podyomida ichaqa burilmay to'g'ri chiqib kelsanglar, bu yoqda monda KAMAZ bor. Mana shu KAMAZning oldidan o'tib, chap qo'lga burilib kirib borsanglar bo'ladi. Mana shu yo'l bilan to'g'ri o'tib kelsanglar, bu yoqda mana obyezdnoy yo'l bor. Qatorurix tomondan chiqib keladigan obyezdnoy yo'l. Bu mana shu obyezdnoy yo'l dakansa Gazprom maldiga qarab chiqib boradi. Mana shu obyezdnoy yo'ldan ichaqa burilmay to'g'ri o'tib borsanglar bo'ladi. Mana shu katta cho'ng yo'l bilan ichaqa burilmasdan to'g'ri o'tib kelsanglar, bu yoq tomonda mana transformator bor. Mana shu transformator oldidan to'g'ri o'tib kelsanglar, bu yoq tomonda mana chap qo'lga qarab burilgan ko'cha bor. Mana shu ko'cha bilan to'g'ri tushib borsanglar, sotilayotgan yerimiz o'ng qo'lda joylashgan. Yerimizning foydali tomonlari ko'rib turgandek, mana bu yoq tomonda katta ariqlarda yozgi kunida suv keladi. Plus mana chiroyli qilib katta azbus turbalarni tashab, chiroyli qilib ariqlarni ishlab borganlar. Mana shu ariqdan to'g'ri suv tushib boradi. Bismillahirrohmanirrohim deb mana shu yo'l bilan to'g'ri tushib borib, sotilayotgan yerni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb sotilayotgan yer oldiga ham yetib keldik. Ko'rib turgandek, mana shu yo'l bilan ichaqa burilmay to'g'ri tushib kelsanglar, sotilayotgan yerimiz mana o'ng qo'lda joylashgan. Tekis chotki yer desak ham bo'ladi. Mana polnist aylanasiga agrajdiyalar bo'lgan. Bu yerning foydali tomonlari ko'rib turgandek, mana glavniy yo'l tomondan ham katta mashina yo'l bor. Bu yog'i mana yon tomondan ham mashina yo'li bor. Ikki tomondan mashina yo'l desak ham bo'ladi. Bu yer yana bir foydali tomonlari perkrosli yo'lda joylashgan. Mana shu bilan to'g'ri tushib kelib, bu yog'i mana dakansa tushib ketsanglar bo'ladi. Bu yog'i mana o'ng qo'lga qarab burilib kirib borsanglar bo'ladi. Bu yog'i mana chap qo'lga qarab kirib borsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, polnista mana aylanasiga qo'shla uylarni solib, bir necha yildan beri maza qilib yashayaptilar. Bu yerni sotib olgan odam kam bo'lmaydi. Do'stlar, bu yerning foydali tomonlari ko'rib turganda, mana bu yoq tomonda kranti znaylargacha turibdi. Mana shu znaydan bu yog'i mana 4 metr o'tib kelsanglar, mana yerni boshida mana kolodislarda kirallargacha suvlar kelgan. Bu yerni sotib olgan odam bahozir bu yog'i mana 2 metr qazib kirsalar, o'sha territoriyalarga bahozir kran chiqarib olsalar bo'ladi. Plus mana yerni boshida katta stalbalarda to'xlagacha kelgan. To'xtam muammo yo'q. Bu yog'i mana dakansa qo'shlarga o'tib ketgan, katta stalbalarda to'xla. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim deb granitsalarni qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerga yon tomon granitsamiz mana shu stoykadan dakansa qo'shni imoratigacha ham bu yoq tomoni uzunasi 40 metr. Bu yog'i mana yo'l tomon granitsamiz, bu yoq tomonni ham chiroyli qilib setkalar bilan agrajina qilib qo'yganlar. Dakansa yo'lgacha 20 metr eni. Bu yerga yon tomon granitsamiz mana shu stoykadan dakansa qo'shni imoratigacha uzunasi 40 metr. Ko'rib turgandek, bu yoqni ham chiroyli qilib setkalar bilan agrajina qilib qo'yganlar. Do'stlar, mana past tomon granitsamiz mana shu beton stoykadan bu yog'i mana dakansa qo'shni setkasigacha ham bu yoq tomoni ham 20 metr. Do'stlar, mana boya aytib o'tganimizdek, yo'l tomonga chiroyli qilib tirashchalarni qilib qo'yganlar. Hozirgi paytda ko'karyapti. Mana katta yo'l tomonga uy chiroyli qilib solib, past tomoniga ayvon solsalar, ayvonga ham adilna mashina yo'l bor. Past tomondan bahozir molxonlar adilna kirib chiqaveradi. Kulturni bo'lib. Yer ham o'ta tegis, so'non yer desak daha bo'laveradi. Ko'rib turgandek, polnista mana aylanasiga agrajdiyalar bo'lgan. Tekis chotki yer. Bu yerni sotib olgan odam bahozir kelib dehqonchilik qilsalar bo'ladi. Hozirgi paytda bu yer dam olyotibdi. Oqar suv keladi, kirallarda suvlar bor. Plus mana katta stalbalarda to'xlagacha kelgan. To'xtam muammo yo'q. Do'stlar, daha bir bor aytib o'tamiz, Batkensk oblast Lelek rayoni Razoqov shahri Bozorgul ko'chasida mana shunday mana o'ta so'non tegis 8 sotik yer uchastkasi sotiladi. Narxini 1,5 million deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa, arzon qilib kelishtirib beramiz deydilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xazar nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yaxshi sotib olsangizlar bo'ladi. O'ta so'non yer desak daha bo'laveradi.
Alis yaqindan ko'rib turgan do'stlarimiz bahozir kommentariyada o'zlarining uy fikrlarini yozib qoldirsalar bo'ladi. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, обязательно bir-birdan like bosib, shu videoni jerala turgan do'stlarimizga podelitsiya qilib jo'natib qo'ysangizlar bo'ladi. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.